Avtomasterda yangiliklar dayjesti. Xullas, mana biratan bilan obzorimizni boshlaymiz. Liovo Avtomaster brendidan shina montajlarimizga yetib keldi. Sotuvda qolmagan 368 talik nabor teleshkalarimizga yetib keldi. Va Leo balansirovkalar. Bundan tashqari Civic va Avtomaster brendidagi balansirovka apparatlarimizga kelgan. Vazdushniy domkratlarimizga va booster apparatlarimizga kelgan. Elektromobillarni batareyka yo'nqisini sozlaydigan apparatlarimizga kelgan. Va bu apparatimiz ham elektromobillarning yo'nqisini sozlaydigan apparatimiz. Gidravlik preslarimiz. Bu 30 tonnalik, bu 20 tonnalik. Opornik ishladiganlarimizga kelgan, ham joyida ham yechib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu 800 kilolik va bundan tashqari 500 kilolik teleshkalarimiz ham bor. Hozircha bizda yangiliklarimiz faqat shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting.